Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 19-dan 26 aprel kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 20-dan 22-aprelgacha ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 19-20 aprelda va 22-aprelda 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 7-12 darajadan 10-15 darajagacha, kunduzi 18-23 darajadan 23-28 darajagacha o'zgarib turadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 20-dan 23-aprelgacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 20-dan 22-aprelgacha 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliqdan 14-19 daraja iliqqacha ko'tariladi. Kunduzi 20-25 daraja iliqdan 27-32 darajagacha o'zgarib turadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 19-20 va 22-dan 24-aprelgacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 20-dan 22-aprelgacha 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Kunduzi 18-23 daraja iliqdan 25-30 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 22-aprelda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 20-dan 22-aprelgacha 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat 19-aprelda kechasi 8-13 daraja iliq, 20-dan 26-aprelgacha 13-18 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja iliqdan 27-32 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 19 va 22-aprelda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 20-21-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 19-aprelda kechasi 6-11 daraja iliq, 20-dan 26-aprelgacha 12-17 daraja iliq, 20-25-aprelda kunduzi 18-23 daraja iliqdan 22-27 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. 26-aprelda 25-30 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hamda tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 20-dan 22-aprelgacha 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliqdan 5-10 daraja iliqqacha, kunduzi 7-12 daraja iliqdan 14-19 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.